Bu Salim Kaçamning ishkishining oldida tugab ketgan yo'ldoshi tushirib qolibdi deb tasalli qildim. Salim Kaça, sabr qilsizlar desam, "Voy, o'zing sabr qil. Voy, o'lganning keynidin, o'lgini bo'lmaydi ekan. Voy, sizlarga nima deb? Voy, uning o'rniga kelsam bo'lmamdi. Jinim balam. Kim ulab ketdi? Deydi. Çüçük ketdimda. Hech kim ulab ketmadi. Voy, nimishga dop festivalda? Voy, bayat niyatda Salim Kaçamdan bana islip durup yığılğandan sebebini düşünüp aldım. Şu netçuak niyatda kiyişki unutulup ketken, nazır çırak, toy tükülerdi mı da resmet üçün bişimizge kondurup aldığan miş doppanlı kivağallıkımdan sebebi iken. Oy, buna adetim keysek bulduğun dopu bu. Şunda mı? Assalamu alaikum. Alakbillahım. Bu ayının salametligi yaxshi emas. Doktorxona kirib qoldi deb anglayman qo. Doktorxona dedi. Yaxshi bo'lanmapti, ha? Nima? Rahmatlik. Naytim isil bir odam edi da. Astagfirullah. Ukam bo'ldi, ko'nglingiz ayon. Ukam sabr taqat qiling. Yana shu dopining ishimi? Voy, sabr qiling deyman. Nima qiling, unda qilma. Allah, buni bunda kiyib olamiz deyman. Ukam bu shundoq mezgil deganda beshimizdan do'ppini elavasak bo'lmaydi. Uydagilar bir dakta yalab qo'yganda, ha? Juling, beshingizga bir salyu gap deyil. Voy, turdik ha, jinim turdik ha. Men gapni anglab turing. Bugun degan 3-oyning 21-kuni, No'ruz bayram. Shundoq ukam, men buni bilaman. Uning ustiga ulug' kunga to'g'ri kelibdi. Juma kuniga to'g'ri kelibdi. Xosiyatlik bu shundoq bir kunlarda rahmatlik olamdan yutibdi. Rahmatlikning yotgan joyi jannati bo'lsin. Lekin ukam, mushundaq mezgillarda bu talabsizlik ichib qolasiniz. Bu qanday bo'ladi? Ha? Xulum qo'shinlar, urug' tuqqanlar, el og'inlar patiga kelsa, siz uyda bo'lmasiniz. Bu qanday bo'ladi? Uning ustiga o'lim bo'lgan uy deganda, yana nurg'un ishlar ukam. Jurum. Maqla. 3 nazira, 7 nazira, Shundaq. 40 nazira, yil nazira. Shundaq ukam. Siz xotirjam bo'ling. Biz degan uzun yillik qo'shna. Qo'shin degan o'shundoq vaqtda esqatmasak, qanday vaqtda esqatamiz? Nazir bergan vaqtida biz sizni hargiz yolg'iz qo'ymaymiz. Voy, ilmishi kimning nazirlik qilamiz? Kim ulab ketdi bu yerda? Nima? Voy, buvoyninki, o dadingizniki. Yo'q, endi qamaga dadam uyni sopmasak o'rtasi deyman. Meni dadamni ulab ketdi, kim dedi sizga? Voy, unda qo'sa opingiz yo'q. Yo'q, endi qamaga opamsak. Voy, unda balingiz yo'q. Voy, soq. Voy, maqalan qaynapingiz Voy, yo'q. soq. Voy, qayntingiz deyman. Voy, hammasini soq deyman. Voy, men ulayman, men. Ya bir dop kiyib olganga meni o'tirib etmoqchimisizlar? Qaranglar balani. Dad elamga chidamay, erishib qopti emasman. Men chiqib bir jamoatni bir chaqirib kelay. Uyda o'lim bo'lgan odam degan mushak chiqarib bu yerda so'zlashish qanday bo'ladi? Voy, voyet. Imom bilan moldazga aytib qo'yinglar. Bu doppini cho'qim kiyishim kerak. Niki? Eman qalang, rasulab qolmadimi? Ya. Ölüm yedim işi bu olmadı. Ölüm etimiz bo'lmabdi aka. Xudoga shukr. Ey. Fukuram. Doppini qatlab, yanchiq soldik-ku. Ölmedi dediniz ya. Ya biz kiyolamiz uni. Bundoq kiyishdan mach yo'qkan-ku. Jinim Fukuram. Bu doppi deganni o'lim yetim, nazir chiroq, to'y to'kindili kiymaymiz. Odatda kiysak bo'ladi o'zimizning doppisi. Bo'pti, bayatni yoqqa uqishmas bo'ldimi deyli. Bu uqishmasliklar ishi emas. Necha avlod shundoq odatlanib ketgan gap. Shundoq emasmi? Ey, Fukuram, mushaq qatlab yanchiq sep qo'ysa, farzandlarimizga to'g'ri tushundimisak, buningdan keyin kiymaysak. Buningdan keyin nazir chiroq to'y to'kinima kiymaydigan bo'ldi. Gururum bekti tacım durmadan dukma
badam duppan Gözümün gövheri canım huzur idi